欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Esqal。今天我们要学习的是第6单元的这个课文向前冲2。这一课我们主要是学这个阿里木和姐姐去办业务，对吧？那就是说，上一次呢，阿里木说的是要去干什么呀？这个他要去给他的同事寄快递，然后他的姐姐呢要去银行办业务啊，他要去银行取钱，然后要去买首饰，对吧？那，在这儿呢，我们来看一下课文向前冲2。你好，这是那个故事场景是什么呀？阿里木来寄快递，这个 然后阿里木说：“您好，寄快递啊。”那就是说，寄快递deymiz。取快递啊，寄快递，取快递。那个，假如说你在网上呢买了一些东西，或者说是谁给你寄了个什么东西，那不呢，我放到那儿了，放到这儿了的底下模式啊。那你好，我来取快递，对么子啊？取快递，寄快递。然后呢，收件员说的是寄什么东西啊？寄什么东西？要打包吗？寄什么东西要打包吗？对不对？那这个寄什么东西的你们那是要打包吗？就是说，就是比如说，假如我要给一个人寄一些这个干果，或者说是衣服什么的，那我得把这些东西都放到哪里呀？我得把它放到箱子里面。这个记一下，如果你自己有箱子，那你就自己打包好，那你可以从那里买一个箱子，然后再打包啊。然后呢，阿里木说的是什么呀？寄干果，干果deymiz。那水果啊，干果，水果。好，然后呢，要打包啊，要打包。那这个收件员说的是，收件员就是什么学得先得kerak lazım degan ma'noda. Munda qilishimiz kerak, unda qilishimiz kerak degan讲的就是得先什么什么什么啊？得先干什么呀？得先检查才能打包。avval buni tekshirib bo'lgandan keyin ondan这个qoplasak bo'ladi deydi。先什么才能什么什么？就是说ma ishni qilib bo'lgandan keyin ondan ma ishni qilsangiz bo'ladi。那么oldidagi ishni qilmay turib, keyinidagi ishni qilg'ili bo'lmaydi degan ma'noda chiqadi. Masalan, avval topshiriqni yozib bo'l, andan keyin teshikka chiqib o'ynasang bo'ladi. Bu gapning ma'nosi 就是topshiriqni yozib bo'lmay turib sirtga chiqsang bo'lmaydi demakchi. 那应该怎么说呢？你得先写完作业才能出去玩啊！得先写完作业才能出去玩。Andan keyin yana masalanga kesiling saqaygandan keyin ondan xizmatga borsang bo'ladi。得先把病治好才能去上班。得先把病治好才能去上班。desak bo'ladi。那得先检查才能打包。然后呢，这个收件员说的是什么呀？我能打开看一下吗？以及
қарап бақсам буламду。因为呀，咱们在记东西的时候，有一些东西是不能邮寄的啊。ba'zan bir qism narsalarni 比较危险的物品deymiz, xatarlik narsalarni mundaq posilkalar bilan avatib boshqa yerga qilsak bo'lmaydi. 以免发生意外。这个tasodifiy ahvollarniki, hadislarniki yuz berib qilishining oldini olishimiz kerak. Shuning uchun har qanday posilkani posilka qabul qilganlar 一定要检查一遍啊，一定要检查一遍才能邮寄。然后他就说我能打开看一下吗？啊，我能打开看一下吗？ 이제 көріп бақсам буламду дейді。第三，阿里木说的什么呀？好的啊，好的。болады。我想问一下，我想问一下。sorab baqsam。那其实这个我们好像上一次课里面也有呢。yana bir sualım var yoki bo'lmasa yana bir so'rab baqay degandim deb chiqqan. 我还想问一下。那么我想问一下 desak bo'ladi啊。我想问一下什么呀？记到乌鲁木齐的话，什么什么的话deganimiz manda bo'lsa, ya'ni agar deb turib paras ekanligini bildirdi. Agar Urumchiga avatadigan bo'lsa, 或者说 agar 这个 Urumchiga avatgan bo'lsa, qancha kunda topshirib olg'ili bo'ladi? 几天能收到啊？寄到乌鲁木齐的话，几天能收到？那首先咱们来看一下这个的话。manda bo'lsa degan vaqtimizda 什么什么什么的话 deymiz. Topshiriqimizni yozib bo'lolmay qolsak, 那就是bu agar demakchi-ku. Topshiriqimizni yozib bo'lolmay qolsak, muallim xafalaydi desak, 作业写不完的话，老师会生气的。作业写不完的话，老师会生气的。agar og'rib qolsam, opam ansiraydi desam, 如果生病的话，妈妈会担心的。如果生病的话，妈妈会担心的。desak bo'ladi. Andan keyin还可以说 yana qanday bo'lsa deymiz. agar agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, undaqda men qanday qildim? 回去皮特就太热了，你们也死。那我就说，如果明天下雨的话，就太高兴了。如果明天下雨的话，就太高兴了。desak bo'ladi. Chiqilib, bir nima de话degan vaqtimizda, bu bizningki farzimiz bo'lib, agar munda bo'lsa degan ma'noni bildirdi. 然后他说几天能收到 qancha kunda topshirib olg'ili bo'ldi. Bir ishni qancha kunda qilg'ili bo'ldi desak, 几天能 deymiz. Masalan, bu vazifani qancha kunda o'rindab bo'la olasiz desak, 这个任务你几天能完成？这个任务你几天能完成 desak bo'ladi. Andan keyin qancha 这个 kun demaychi soat desakmi bo'ldi. Masalan, matikni siz qancha soat yodlab bo'la olasiz desak, 这篇课文你几个小时能背完？这篇课文你几个小时能背完？再比如说qanchalik vaqtda tamoq yeb bo'la olasiz desak, 你或者说 qancha soat degan bo'lsak, 你几个小时能吃完饭？或者是 minut desak, 你几分钟能吃完饭？或多长时间desak bo'ladi啊，都可以。然后呢，这个地方是几天能收到 qancha kunda topshirib olg'ili bo'ladi. 收件员说的是很快，tez 很快。2-3天就能收到，2-3kundalar topshirib olg'ili bo'ladi. 2-3天，那2-3天degan到底是2天还是3天？意思就是很快，uzun ketmaydi, ya 2 kunda ya 3 kunda, 2-3天。ta'til topshiriqimni 2 kundalar ishlayman desam, 假期的作业我2-3天就能完成啊！假期的作业我2-3天就能完成。bu vazifani 2 kundalar tugatayman, 这个任务我2-3天就能完成。
啊，这个任务我2-3天就能完成deganday。那2-3군데 탑시를 빠르도， 然后呢，他说我先给您称一下重量。哎，我们都知道记东西的时候，narsalarni avatga vaqtimizda，这个 kilolab turib oladiku qarashtirib， 对吧？kilolab turib oladi。那shuningga mushu ig'irligini jimlash degani nima deymiz？称重量啊，称jimlash bo'lib qoladi。Masalan, qancha kilo kelasiz o'zingizni bir jimlab beqinglar desak， 你多重？哎，称一下，你多重？称一下desak bo'ladi va。那mushu posilkaninki buni men jimlab baqdim 5 kilo keladigan desakka， 这个我称了一下，或者包裹bo'lgan bo'lsa， 这个包裹我称了一下，有5公斤重啊，这个包裹我称了一下，有5公斤重。Men her kuni atdiganda o'zimni bir qatim jimlayman desam， 我每天早晨都会称一下自己的体重啊，我每天早晨都会称一下自己的体重desak bo'ladi。ishqilib这个ig'irligini jimlash degan chog'da称什么什么desak bo'ladi。然后呢，阿里木说的好的是吧？然后收件员说，麻烦您在这张单子上填写收件人和寄件人的姓名、详细地址及电话，对不对？那首先这个意思是什么呢？Avval qilgan bo'ldim, bu jadvalning ustiga malni topshiruvchi malni avatguchininki ismini,这个 tafsiliy adresini, telefon nomerini yazıversingiz debdi。那么首先我们都知道，这个寄包裹的时候呢，我们bir单子beradi，bu单子的 ustiga我们要填，这个后面也会学到啊。寄件人就是我们学 posilkani avatguchininki huchurlari， bu huchurlarning ichida eng muhim bo'lgani birsi姓名、ism familiyasi, adresi, andan keyin telefon nomeri， bo'libmi shu adresi bilan telefon nomeri va kishi muhim。然后呢，收件人mal topshiruvchining ismi, adresi, telefon nomeri qatorliqni cho'qim yazishimiz kerak。然后bir odamga bir ishni demoqchi bo'lgan chog'da， 或者说xafa bo'lmay mani qilasangiz, xafa bo'lmay anda qilasangiz deb turib degan chog'da 麻烦您deb deymiz。就比如说啊，bu就masalan hozir birisi yo'lamni to'sib oldi， 或者说oldimda to'g'risi turibdi, men o'tolmadim. Shuningdek xafa bo'lmay ner turib turing adamda, ner tura demdi. Albatta xafa bo'lmay ner turibdi, bunda bir chet kutib tursangiz bo'pti, men o'tib olay deb deymiz-ku. Buni nima deb deymiz? 麻烦你让一下啊，麻烦让一下 desakmi bo'ladi。 ishqilib qarshi tarafni avval qilgan ish bo'lsa， 或者说xafa bo'lmang, kechiring deb turib degan vaqtimizni takrorlab so'zlar qilib boshlagan chog'da 麻烦您 deb boshlaymiz。 麻烦您怎么样啊，麻烦您让一下，麻烦您怎么样 deymiz。 好，这个是麻烦您。那这个bir narsani to'ldirib yozgan vaqtimizda 填写什么什么东西啊。那ismingizni to'ldiring， 在这里填一下你的名字啊，在这里填一下你的名字。bu yerga telefon nomeringizni to'ldiring desak， 在这里填一下你的电话号码或者联系方式，在这里填一下你的电话号码或者联系方式。填这个 to'ldirish degan chog'da 填 deymiz， 填写的 to'liq olsaqmi bo'ladi。 然后呢，他后面这个收件员又说话了啊，8公斤多，那就是说bu ishki narsa jami 8 kilodan ortiq chiqibdi。 8公斤多，8公斤多。那么在这个地方呢，我来说一下这个多的用法。ortiq ma'nodan jiqga degan vaqtimizda odatda 10dan tuvan bo'lgan chog'da soniy miqdoriga 10dan tuvan bo'lgan chog'da
Buni qanday ishlatamiz desak, son, miqdor, andan keyin to keladi. Son, miqdor, andan keyin to keladi. 10 dan tuvan bo'lgan chaqda. Masalan, hozir men aytdiki, 8公斤多，8多公斤demaymiz. 8公斤多. Na 5 qo'ydan ortiq, masalan, mani qanchaga oldingiz 5 qo'yni jumoga deb qo'yamiz-ku, 5 qo'ydan sal jiqroq deb qo'ygan bo'lsak, 就是5块多，5块多 deymiz. 等等。那如果呢是这个什么的话，agarda soni 10dan yuqori bo'lsa, u vaqtida son多 anandagi miqdor keladi. Son anandagi to degan xatni qatimiz anandagi miqdor keladi. Masalan, 100 necha qo'y desak-chu, 100块多 demdi, 100多块 demdi. 肯定是100多块. Chunki 100 deganimiz 10 dan ortiq bo'ldi, shunday-ku. Shu vaqtida 100多 anandagi块bo'lishi kerak. Bizning sinfda 20 necha odam bor degan bo'lsak, 我们班有20人多 demdi yoki 20多个人 demdi. 应该是20多个人 deb miqdorni keyinga elishimiz kerak. 或者个呢olmay 我们班有20多人 desakmi bo'ladi. 20多人. 然后 bizda 500 necha kitob bor desak, 我们有500多本书 deymiz. 我们有500多本书. 那意思就是说呢，多 mushu manandan ortiq 或者是 manandan mancha azroq ko'p degan vaqtimizda to zodi 100 to bo'lib ma sonning keyiniga kelish kerakmi yoki 8公斤多 deb turib miqdorning keyiniga kelishmi? Bu mushu oldidagi mushu songa bog'liq. Son 10 dan tuvan bo'lsa, to keyiniga keladi. Agarda son 10 dan yuqori bo'lsa, u vaqtida to'ni shu miqdor so'zningki oldiga aytilamiz, ya'ni sonni keyinga aytilamiz. 然后呢，加包装费 deydi. 包装费 bir nima haqqi degani 什么什么费 deymiz-ku. 那包装费就是嘛我 bo'lash haqqini qatqanda qancha bo'ladi ekan? 一共90元. 那 biznima费 deganimiz 就是 bir nima haqqi. 那比如说 tok haqqi bo'lsa 电费 telefon haqqi bo'lsa 电话费 然后 suv haqqi bo'lsa 水费 andan keyin mushu par haqqi bo'lsa 暖气费 degandek ishqilib maktabga to'laydiganligi o'qish pulini nima deymiz? 学费 学费 费 degandan keyin haq ulab mangdi. Bu yerda buni mushu posilkani nima qilgandan keyin haqqi bo'ldi ekan, 包装 qilgandan keyin 包装费是多少呢？一共90元。减免 degani 一共 deymiz. 一共90元。是对方付款还是您付? Qarshi taraf pul to'lamdi yoki siz to'lamsiz? Avval pul to'lash degani nima deymiz? 付款 deymiz. 付款. 咱们在网上买东西的时候 to'g'ri bir narsa sotib olgan vaqtimizda pul to'laydigan yerda ikki xil narsa bor. Birsi 加入购物车 Asyada saqlab qo'yishdan加入购物车的. Yana birsi 立即付款 立即付款. 那立即付款 degan vaqtimizda darhol haq to'lash bo'lib qoladi. 那就是hozirning o'zida sotib olgan bo'lasiz. 那这个付款应该是没有问题的这个 مثلا ashulaqa telefonlardami,微信lardami bir narsani 这个olgan vaqtimizda 尤其是用那个微信付款的时候是吧，他都会说 qarshi tarafni so'raydi, 你用微信付款还是这个给现金或者说是用支付宝 ishqilib pulni to'laganni haq to'laganni 付款. 那 微信ninki mushu pul oladigan ham pul beradigan nima deydi? 收付款二维码是吧?
然后这个地方还有一个重点呢，就是是对方付款还是您付。Mendahmu yaki mendahmu diye是 A 还是 B deyimiz是 A 还是 B. Siz bugün uyga qaytamsiz yoki mektepte qalamsiz? 你今天晚上回家还是留在学校？你今天晚上回家还是留在学校？Yani masalan siz ertedeki toyga baramsiz yoki bormamsiz desek, 明天的婚礼你是去还是不去？明天的婚礼你是去还是不去？bu yak muallim mu yoki o'quvchi mu desek, 这位是老师还是学生？这位是老师还是学生？desek bo'ladi. Ishqilib是还是deganimiz mundaqmi yoki andaqmi degan ma'noda. Siz menga ishonamsiz yoki uningga ishonamsiz? Qana deymiz? 你是相信我还是相信他？你是相信我还是相信他？deymiz. 然后呢？阿里木说的是什么呀？谁付呀？我付Olim to'laydigan bu pulni. Andan keyin 这是您的单据这是您的单据，bu sizningiz taloniniz. 这是您的单据，请保管好，请保管好。buni yaxshi saqlang debdi. 那请保管好yaxshi saqlang 这个地方应该没有问题。那么单据那边的玻璃，那就是现在呢，我再给同学们再教一个东西就是说posulka evettim， 我呢给一个人寄这个快递，然后bu快递nega keldi？就比如说tuniga men shu xotinda Urumchiga evetgandim. Bu hozir Urumchiga keldimi, kelmadimi, bu kaydirim hozir nelarda yurayotgandi deb buningki shu izini surishtirgili bulamdi. Buldu. Kimdan surishtiramiz? Amaliyotda to'g'ri chiqsaq ham bilgili bo'ladi anandan keyin shu qaydini qarashtirib topshirib oldimi, olmadimi yoki sizga kim akab berdi, akab bergichining telefon nomeri qancha? 再比如说 masalan bugun sizniki hozir siz sirtda bo'lib qoldingiz, bu qaydini oladigan vaqtingiz yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, qarashtiribki siz telefon qilib munda deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'ja shu erta yoki bo'lmasa vaqtingiz chiqqan chog'da necha so'm bo'lay deb turib desangiz bo'ladi. Qaydiningki qancha kundan keyin keladiganligi, nalarga kelib bo'lganligini hammasini surishtirgili bo'ladi. Buni qanday surishtiramiz desak, kitobningki shu咱们书上不是有一个学田记简单嘛？们的那个记简单的不是to'ldiring了degan bir yer bor shu keynida lama. Mishaninki 这个地方看到了吗？这个地方呢有一个条形码，面的不是条形码吧？shu条形码ninki ostidagi nomer sizninki shu qaydiringizning nomeri bo'ladi. Mushuninki条形码ninki ostidagi nomeri sizninki qaydi nomeringiz bo'ladi. Buni qanday qilamiz desak, avval o'zingizninki nima qaydi avatganligingizni bilishingiz kerak. 就比如说你是这个顺丰快递么，yoki申通么，yoki圆通么deganda, 那百度deganiga kirib, 百度ga kirib, 这个快递查询demsiz mushtaq kirgisangiz bo'ladi快递查询deb bossangiz shu o'ziga chiqib berdi. Agarda xo'ja hozir texim qulaylik bo'lib ketdi, shimi快递deb deyishimizning mavjud yo'q. 快递查询desangiz-chu, 请输入单号deb turibdi. Birmuncha har xil yozmalar chiqdi. Ashyadan bunday qarsangiz-chu birsiga shu 快递ringizningki nomerini kirgizim deydi. 请输入快递单号的。shu nomerni ashaga kirgizsangiz, 然后 sizga shu qaydiringizning naga kelib, nada turib, kimning qo'liga kelib, hozir kimning qo'liga o'tganligi hammasi aniq chiqadi. Ne bu yo'nshaq bu qaydirim ajab kelmaydi, nalarda yurgandi deb ansirishimizning hojati yo'q. Hammani tekshirib bilgili bo'ladi. Qo'yilaman 同学们
快递火龙子这个阿里木这个地方不是他说这是您的单据来的哦，木是火龙子白干单据呢是的有什么呀？有这个条形码学了咁的四就能给是的一个 number 就是你的快递单号不的是 number 呢你可以查你的这个快递号你的这个快递到哪儿了，怎么样了，你都可以查。那同学们会了没有啊？如果agarda sizningki mushu qaydilaringiz ya yutib ketgan bo'lsa, ya yo'qolib ketgan bo'lsa, ya chiqilib ketgan, ya buzilib ketgan bo'lsa, buni siz tekshirib ilishni bilan 先检查你的东西. Narsangizni tekshirib, agarda buzilib o'chib bo'lib qolgan bo'lsa, ashlaga qaytarib berib chi show ilishni, qabul qilishni rad qilsangiz bo'ladi. Rad qilgan chaqda bu qarish taraf sizga to'lab berish kerak uni. 知道了吗？他们该赔偿该赔偿。然后呢 agarda mushu xeyli qimmatlik narsalaringizniki ya yutib ketgan ya unda bunda bo'lib ketganlarini bilsangiz, buning hammasini to'latgil bo'ldi. Mening qaydirim yo'qolib ketdi bilan shu yo'qolib ketdi qilishning hojati yo'q. Yeting ya mushu to'g'risida narsalarni要知道。其实我看那个好像抖音里面呀，好多地方都有讲到很多有关这个法律法规的常识qonun bilan munosabatli ham o'zimizniki manfaatini qo'g'daydigan narsalar抖音ning ustida shunday jiqgan. Shularni saqlab olib turib, ko'proq ko'rib, o'zimizga foydali muhim bo'lgan narsalarni buni saqlab olishni bilaylik. Juma. 好，那我们的后三 MD 跟老师呢一起读一下您好，寄快递。您好，寄快递。寄什么东西？寄什么东西？要打包吗？要打包吗？寄干果要打包。寄干果要打包，得先检查才能打包。得先检查才能打包。我能打开看一下吗？我能打开看一下吗？好的，好的。我想问一下，寄到乌鲁木齐的话，几天能收到？我想问一下，寄到乌鲁木齐的话，几天能收到？很快，2-3天就能收到。很快，2-3天就能收到。我先给您称一下重量。我先给您称一下重量。好的，好的。麻烦您在这张单子上填写收件人和寄件人的姓名、详细地址及电话。麻烦您在这张单子上填写收件人和寄件人的姓名、详细地址及电话。8公斤多，加包装费。一共90元。8公斤多加包装费，一共90元。是对方付款还是您付？是对方付款还是您付？我付。我付。这是您的单据。这是您的单据，请保管好。请保管好。对不对？那今天讲的内容你都记住了吗？你都会了吗？怎么去这个查咱们的什么呀？查我们的单号也都知道了吧？那今天的作业呢，就是把这篇课文背下来。我们下一期再见。